Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida dunyoda yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Amerika Davlat ishlar ministrligi yillik terrorlikqa qarshi turish doklati e'lon qilib, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish harakati nuqtaliq Uyg'urlarning mustaqilligini targ'ib qiladigan tashkilot Sharq Turkiston islom harakatiga qartilganligini bildirdi. Doklad yana Xitoy doiralarining 2016 yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bexatarlik va tekshirishni jiddiylashtirganligi qayd qilindi. Xitoyning tunji yurish terrorlikqa qarshi turish qonuni 2016 yili 1-yanvardan boshlab yo'lga qo'yilgan. Amerika Davlat ishlar ministrligining dokladida ko'rsatishicha, Xitoyning terrorlikqa qarshi turish qonunida uning uzundan buyon terrorlikqa qarshi qo'llanib kelgan harakatlarga oshkora destak berilgan bo'lib, ba'zida uning nuqtaliq Uyg'urlarga qartilgan bu harakatining terrorlikni nishon qilganligi yoki shaxs va guruhlarni bostirishga qartilganligini farqlantirmak mushkul bo'lib kelgan. Dünya Uyghur Qurultayının baş katibi Dolqin Aysonning ko'rsatishicha, Xitoy hukumati bu qonun orqali Uyg'urlarga yurgizayotgan ikki xil o'lchamni qonunlashtirgan. Misrning Qayra shahrida tutqun qilingan Uyg'urlarning o'tgan dushanba kuni Misr istixborot idorasi tomonidan elib ketilganligi, ularning istixborot bosh idorasiga qarashli qamoqxonada tutib turilayotganligi ilgari surildi. Misrlik advokatlarning oshkorlashicha, tutqun qilingan barliq Uyg'urlar Misr bosh istixborot idorasi Al-Muharrabatning qamoqxonasiga yig'ib olingan. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining o'tgan chorshanba kuni tutqunlarning advokatlarining uchuridan naql keltirib oshkorlashicha, Qohiradagi soqchi punktlarida tutib turilayotgan Uyg'urlardan oz deganda 73 kishining Misr bosh istixborot idorasi tomonidan elib ketilganligidan xabar topgan. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining bildirishicha, Misrlik soqchilar Uyg'ur o'quvchilarini tutish buyrug'ini Misr istixborot idorasi chiqarganligini bildirgan. Soqchilar Uyg'ur o'quvchilarini tutqun qilish sababini Misr-Xitoy ikki davlat o'rtasidagi kelishimga bog'lagan. Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomi intizom tekshirish komiteti yaqinda intizomga xiloflik qilgan 12 nafar asos qatlam amaldorining partiyadan qo'g'lab chiqarilib, delosining adliyaga topshirilganligini e'lon qildi. Tangirtaq to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, ularning hammasi yez va kanit darajali kadrlar bo'lib, bulardan 10 nafar Uyg'ur ekan. Uyg'ur avtonom rayonida hokimiyat beshida turayotganlar bo'libmi, manfaatli o'rinlarda huquq tutayotganlar asosan Xitoy amaldorlar bo'lsa-mu, ammo yaqindan buyon jazolanganlar ichida mutlaq ko'p qismining Uyg'ur bo'lishi muhojiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilarining diqqatini qo'zg'amoqda. Tangirtaq to'rining xabarida deyilishicha, bu qitim jazolanganlar asosligi namoratlarni yo'lash va amin uyi qurilish qatorliq sohalarga ajratilgan pulni o'zining qilib olgan yoki buni vosita qilib turib pora olgan. Xalqarodagi kuzatuvchilar Xitoyda poraxo'rlikning yiltizi siyosiy tuzilmada ekanligi, amaldorlarni jazolash bilan chiriklikni tugatgani bo'lmaydiganligini ta'kidlab kelmoqda. Uyg'ur vijdon mahbusi Gulmira Iminning mangulik qamoqqa hukm qilinganligining 8 yilligi munosabati bilan Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining muavin mudiri Sandra Jolie xonim ochiq xat e'lon qilib, turmadagi Gulmiraga madad tiladi. Sandra Jolie Gulmira Imin to'g'risidagi ziyoratimizni qabul qilganda, Gulmira Imin duch kelgan qismat ayrim bir shaxsning ahvoli emas, balki butun Uyg'urlarning beshiga kelayotgan simvollik holat dedi. Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi zo'r voqealardan bo'lgan Urumchi 5-yil voqeasiga 8 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumati uningga yetishlik nurg'un masalalarni hozirga qadar yo'shirib kelmoqda. Gulmira Imin shu vaqt qo'lga olingan mahbuslarning biri. U 5-iyul voqeasidan keyin shu qitimliq namoyishni tashkilotchilarining biri degan gumon bilan qo'lga olinib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan. Amerika Diniy erkinlik komiteti Gulmira Iminning qutqiziladigan vijdon mahbuslarining biri deb e'lon qilinganligini bildirdi. Yaqinda Urumchi shahridagi Yanfon ishlatuvchilarining o'z telefonlariga tor tozalag'ich nomidagi yumshoq detalni o'rnatishi talab qilinganligi ma'lum bo'ldi. Mazkur yumshoq detal Yanfonga o'rnatilgandan keyin shu telefondan o'tgan terrorlik bilan aloqador bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday uchurni bayqay oladi ekan, hamda avtomatik o'chirib o'tadi ekan. Mazkur tadbir yangidan ijro qilinayotgan bo'lib, uning yaqin kelgusida butun Uyg'ur avtonom rayoni diyoriga umumlashishi mo'ljallanmoqda. Xitoy hukumati o'tgan yilning oxirlaridan boshlab Uyg'ur rayonida qattiq amallik tadbirlarini yo'lga qo'yib, Uyg'urlarning harakatini texnik qattiq qamal qilishga boshlagan edi.
Kişilik hukuk faaliyetçilerinin qarışıca, puhralarının telefonuga bu xil tor tazılığış, yumşaq detalını orunlaştırışı, ularının uçur ve fikir erkinligini teximi qattiq boğup, ularının şəxsi bexatarligiga ağır təhdid paydo qiladi ekan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.